doktorga borib keldim orqali. Oxirgi payt mazam bo'lmayotdi-yu. Har xil anaqalar yozib berdi, dorilar, lecheniya qilishga. Qaytishda o'zimga faqat muzli ichimlik bilan morojeniya sotib oldim. Negadir mana shunaqa muzli narsa yegim keldi. Havo rosa issiq, endi bundan buyog'iga. Mana shunaqa bananlik, qovunlik, yo'lnaqa oddiy morojeniya. Men buni bilmayman, yeb ko'rmaganman. Mening uchun muzli morojeniya bo'lsa kerak. Yoshligimizda kichkinaligimizda to'g'ri. Maza qilib yerdik shunaqa morojeniyalarni, muzli morojeniyalarni. El qopdi. Lekin mazali. Bunaqa ichimlik. Yana mana bunaqa. Men shularni ko'p ichaman. Mana bunaqa yangi. Vitamin. O'tgan safar olganim menga yoqib qoldi. Oldim yana. Men maza qilib yevaman. To'g'ri. Endi ertadan lecheniya olishni boshlayman. 5 kun. Xudo xolasa tuzalib ketay endi iloyim.